aslida tavhid va kufr o'rtasidagi tarixiy urush. 7dan 7gacha deganimni mazmuni mana shu uchun yaratilgan ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi tasliman kathira, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Alloh taoloning fazl va marhamati bilan, tavfiqi va rahmati madadi bilan bizlar tavhid darslarimizni navbatdagisiga 15-siga yetib keldik. Alhamdulillah. Avvalan birodarlarni ko'rib xursandmiz. Uzoq yaqindan kelgan birodarlarni ko'rib, anchadan beri ko'rmagan yuzlarni ko'rib xursandmiz. Alhamdulillah, Alloh taolo yuzlarini yorug' qilsin, nurlantirsin. Shu qalb nuri orqali qalblarga nur taratishni siz bizlarga Alloh taolo tavfiq bersin. Haqdan adashtirmasin. Amin. O'tgan dars bizlar nima haqida gapirdik? Sehrdan so'ng qabr edi, qabr. Qabr va uni ziyoratgohlar qilib, qurbonliklar, nazr va hadiyalar, shu narsalar haqida sekin-sekin gapimiz ketyapti. Xo'p, qabrlar ustiga bino qilish, ya'ni bino deganda o'sha biron narsa qo'yish mumkinmi, mumkin emasmi? Mumkin emas. Maqbara, qubba, biron suvash, gips qilish mumkin emas. Nima qilish kerakligi haqida nima dedilar? Kim aytdi? Qaysi hadisda? Shunaqa qabr bo'lsa nima qilish kerak? Abu Hayyoj al-Asadiydan degan Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rgatgan narsani senga o'rgataymi dedilar. O'sha borasan, haykallarni sindirasan va qabrlarni tekislaysan. Rahmat. Ali radhiyallohu anhu aytdilar, Abu Hayyoj al-Asadiy degan sahobiylariga ki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganman, bironta haykal deganda but, sanamlar hammasi ichga kirib ketadi. Sindirasan, qo'ymaysan, buzib tashlaysan va ko'tarilgan qabrlar bo'lsa yer bilan tekislaysan dedilar. Kim rivoyat qilgan hadisni? Hadis sahihmi, zaifmi? Yo'q, Imom Muslimda kelgan sahih hadis edi. Xo'p, buni qachon tatbiq qilinadi dedik? Bizlar tatbiq qila olamizmi shu hadisni hozir? Shariat joriy qilinayotgan davlatda, amir bo'lgan paytda, hukumat bo'lgan paytdagina qilinadigan, amal qilinadigan hadis bular. Xohlagan hadisni yulib olib, eshitib olib, sahih, lekin uni tatbiq qilish siz bizga emas. Inshaalloh o'sha kunlar kelsa, sekin-sekin amal qilinadi inshaalloh. Xo'p, qabrlar oldida namoz o'qish mumkinmi, mumkin emasmi? Mumkin emas. Bunga dalil yana Imom Muslimda kelgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ogoh bo'linglar, sizlardan ilgari o'tgan qavmlar payg'ambarlarining qabrlarini masjid qilib olishar edi. Ogoh bo'linglar, qabrlarni masjid qilib olmanglar. Men sizlarni bundan qaytaraman degan edilar. Shundaymi? Xo'p. Qabrlarni masjid qilishning ma'nosi nima? Masjid so'zining ma'nosi nima? Masjid, sajda qilinadigan joy. Xo'p, qabrlarni masjid qilishning ma'nosi nima? Gapirgan edik. Qabrlarga borib qasd namoz o'qish, ibodat qilish, yo qo'y so'yish. Qabrda namoz o'qish o'zi masjid bo'ladi, o'sha joy. Qabrda ustida o'qishlikdan qaytarilgan. Faqatgina masjid qurish kerak. Shu qabristonga, qabrga yaqin atrofda bo'lsa, masalan, qabr ichida, ya'ni gap ketyapti. Namoz o'qishdan qaytarildi, chunki namoz qasd qilish, o'sha bir joyda doim namoz o'qilsa musalla, masjid bo'ladi. Shuning uchun shart emas alohida, xos masalan maqbara ustiga kirib shart emas deyaptilar.
Aslida o'sha ham mumkin emas, lekin hech qanaqa maqbarasiz ham o'sha qabristonda borib namoz o'qilsa bo'lmaydi, mumkin emas. Qabrlar nima maqsadda ziyorat qilinardi? Rahmat. Zero sizlarga u oxiratni eslatadi dedilar. Ibnul Qayyim rahimahulloh Ighosatul Lahfon kitoblarida 1-jild 214-betlarida uzun bahs qildilar. Shu yerda bitta narsani aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrlarini ziyorat qilishdagi ko'rsatmalari birinchisi oxiratni eslash, mayyitni haqqiga duo qilish, unga rahmat so'rash, istig'for aytish, ofiyat tilash bilan unga yaxshilik qilish. Mana shuncha narsalar uchun boriladi. Qarang, kirganda uni duosi, ya'ni uni odoblari bor, axloqlari bor, salom berib va yaqin kunlarda bizlar ham sizlarga yetishamiz, Alloh sizlarni ham bizlarni ham rahim qilsin deb duo qilish. Keyin aytdiki, islomiy o'lkalarning ahvoli haqida gapirdik, statistika keltirdik. Turkiyada taqriban nechta jomeda, masjidda qabrlar bor ekan? 480 bitta masjidda. Bu taqriban 10 yil oldin bo'lgan statistika. 480 bitta masjid ichida yonida qabr bor. Bu degani juda ko'p degani. Qabr ichida. Bag'dodda ham 150 ta masjidlarda, Iroqda masalan, Iroqning o'zida 76 ta. Keyin ba'zi sahobiylar yo sahobiyalarni qabrlarini da'vo qilishadi. Husaynning qabrini qayerda deb da'vo qilishadi? Qohirada ham, Asqalonda ham, Madinada ham, Damashqda ham, Iroqda ham, Karbaloda ham bitta sahobiyni qabrlari bir nechta davlatlarda. Ali radhiyallohu anhu qabrlarini bir nechta davlatlarda, hatto O'zbekistonda ham bor deb da'vo qilishadi. Gapirdi. Imom Azam masalan, Hazrati Dovud, Hazrati Doniyol, yana qanaqa hazratlarni bilasizlar? Sizlarda yo'qmi u taraflarda? Xizr bormi? Bizda ham bor Xizr. Samarqandliklar bormi, bilasizlarmi? Xizr deb bizlar bilamiz. Xo'ja nima edi uni? Xo'ja Xizr deydi, Hazrati Shoyzinda. Shoyzindaga ketayotganda chapda edimi? Xizr shu yerda qarang. Deyarli ajoyib, ha? Bitta O'zbekiston o'zida bir nechta nimalar bor ekanda, qarang. Xullas bular hammasi xurofot, hech qanaqa asos yo'q, bir dalil yo'q. 30 metrlik qabr, qaysidir payg'ambarning oyog'i, kallasi, qo'li, nimadir gaplarda. Hech kim bilmaydi lekin. Fakt, asos yo'q. Shunga sig'inishadi. Va o'sha 7 ta qabriston mazorotlarini borib ziyorat qilmasangiz emish, o'sha faloncha ishlarni kelajakda hajmi, umrami qilish mumkin emas emish. Avval shuncha joylarni ziyorat qilish kerak ekan emish. Shunaqa gaplarni eshitganmisizlar? Yo faqat men eshitganman? Biz Buxoroni eshitganmiz. Buxoroni ziyorat qilmasa, birinchi Buxoroni ziyorat qilib, keyin umra hajga borish kerak. Mashalloh. Xo'p, Buxoro. Yasaviy? Naqshbandi, Buxoroda eng mashhur nimalardan, subhanalloh. Xo'p, o'tgan dars batafsil gapirib o'tdik, bu narsalarni eshitasizlar. Xo'p, ana endi zamonaviy quburiylarni targ'iboti. Zamonaviysi ham bormi desangiz, qarang. Qabrga sig'intirish, qabr orqali vasila qilishni, o'sha vositalarini, qabrni ulug'lashni, qabr ahllaridan madad so'rashni propagandasi ketyapti hozir har xil yo'llar bilan. Masalan, kino. Kinoda kimdir masalan deylik o'ladi, o'shani farzandi qolib ketadi. Bir mudhish voqea bo'layotgan paytda u otasini eslaydi, yo'q qabriga boradi, qabrida bir narsalar deydi, otajon menga yordam bering, falon bo'ldim, shunon bo'ldim, zerikib ketdim, hayotdan to'ydim deydi. U keyin kinodan kadr keladi, oppoq kiygan otasi. Otajon, menga yordam bering, falon bo'ldim, shunon bo'ldim, zerikib ketdim, hayotdan to'ydim deydi. U keyin kinodan kadr keladi, oppoq kiygan otasi. Keyin
u ota rolini o'ynayotgan aktyor, u zinokorni ham o'ynagan, alkashni ham o'ynagan, haromxo'rni ham o'ynagan. Ota bunday oppoq nimada keladi-yu, o'g'lim, men madad beraman senga. Men shu yerda bor, o'sha ishingni qil deydi. O'g'il keyin chiqib, mashallah, ishlari 5 bo'lib ketib, zo'r bo'lib ketadimi? Bu nimadan dalolat? Mana shu tagida nima yotibdi shu yerda? Shuncha mashaqqat, shu kadrlarni olib kelib, ota yig'lab, nima qilib, qabrga borib, bir qabrga gapirganda ota bir narsa dedi, u ishi rivojlanib ketdi. Nima degani shu? Rahmat. Allohni qo'y bergan. Namozni qo'y. Shart emas. Qabrga ke. Shu otang qara, yemay yedirgan, kiymay kiydirgan, ichmay ichtirgan, noinsof otalar so'zi aqlini ko'zi bo'lyapti-yo. Otangchalik shu hurmatli zotni qabriga borib bir martagina so'rasang deb bu yerda muzikalar ketadi deb bu yerda hamma yig'lab o'tiribdi. Otajonim, onajonim deb o'sha sekin qalbiga kiradi. Yosh bola ko'rayotgan odam otalar so'zi aqlni ko'zi deb qalbiga kirib ketadi. Ha, demak otamni yo bobomni qabriga borib so'rasam ishlarim rivojlanib ketar ekan degan e'tiqod keladimi? Keladi. Ana shunda quburiylar, zamonaviy quburiylar e'tiqodi, propagandasi hali ham ketyapti. Endi bu Gollivud tomonidan chiqarilgan kinolarda ham xuddi shunaqa. Buni tepasida kim turadi kinolarni? Aytgan edik. O'sha yahudlarning ham tepasida kim turadi? Shayton turadi. Shaytonning asl maqsadi nima edi? Mushrik, kofir qilib jahannamga olib ketishmi? Xo'p, endi katta shayton massa bilan o'ynaydi dedik-ku. Gollivudning o'rtasida, tepasida turib oldimi? U milliardlagan insoniyatni aqlini rom qilishni ustida turibdi u. Bitta kino chiqarsa, o'sha bayvikni onasi o'lib ketdi. Yo, ruh kinolari bo'lardi yoshligimizda, johiliyat payti bir paytlar ko'rganmiz. Ruh kiradi, chiqadi, kimdir kiradi, gapiradi, nimadir bo'ladi, qabrga boradi, uni yig'laydi, vau deydi, qabr gapiradi. Xuddi o'sha ssenariy. Aktyorlar boshqa, millionli aktyorlar, qimmat aktyorlar. Otalar so'zi emas bu yerda. Lekin o'sha g'oya, o'sha ruh kiradi, ruh. Hatto multfilmlarda, masalan, bir paytlar Lion King bo'lardi. Qirol shermi? Simba nimadir bo'lsa agar otasini eslaydi, otasini nimasi keladi, otajon falonchinon deb u keyin bunday qil nasihat beradi. O'lgan otasida endi. Keyin u shunday qilsa agar ishlar yaxshi bo'lib ketadimi? Hozir ko'rayotgan odam, bu nima qilibdi, bu multik bu deydi. Uni farzandlar tomosha qilib o'tiribdimi? O'sha g'oyani, aqidani multfilm orqali sizni farzandlaringizga, bizni farzandlarimizga sindiryapti. Ruhlardan madad so'rash mumkin, qabrdan borib madad so'rash mumkin. O'tganlarning ruhi senga yor, madadkor, qofiyani qarang. Falon or qilib, ish qilib, chiroyli qilib bitta shoir ham she'r bilan bunday qo'ysa agar, muzika bilan bitta bum qo'yib qo'ysa, o mashallah. Odamlar shunday qarang. Xohlagan sferada oling hozir. Jurnal, kino, gazeta, har joyda, har xil nima voqea, nima deydi? Ujislarda yo shunaqa bayviklar chiqaradigan nimalarda bor. Drama deydi, melodrama. Kimda ham? Astagfirullah bo'lagan. Na. Shu esdan chiqib ketgan, qarang. Ha, shunaqa. To'g'ri shu gap. Siyosatga aralashmang. Bizlar aqida haqida gapiramiz deb siyosatga o'tib ketyapmiz. Joyda turaylik. Xullas, hamma joyda bor hozir. Ana shu narsa balo bu. Bu juda katta bir musibat bu. Odamlarning aqidasini hozir
qayerdan boshlashni bilmaysiz. Qayerdan boshlashni bilmaysiz. Qabr, daraxt, hech narsa qolmagan, buloq, yalaq-yuluq narsa ko'rinsa, shunga borib sig'inib bir narsa so'rab, unaqa bir joylar bor ekan-ku. Sirpanib chiqib ketsa agarmish, farzandli bo'lar emish. Bitta toshdan borib bunday yumalab ketsa emish, farzandli yo'qlar farzandli bo'lar emish. Ajoyib. Xo'p, ana endi savol, bu inshaalloh bu qabr haqida, o'liklar haqida bo'lgani uchun e'tiqodimizni mukammalroq qilib olish kerak. Savollar bo'ladi, ba'zilarimiz bilamiz, ba'zilar bilmaydi. Savol: o'liklar eshitadimi, eshitmaydimi degan savol. Xo'p. Endi bu ixtilofli masala. Ixtilof qilgan ulamolar. Hozir tagini olsangiz agar, siz u bizga aslan buni unchalik ham foydasi, zarari yo'q, lekin buzuq e'tiqod bo'lmasligi uchun eshitadi deganlarni oqibatidan keyin boshqa narsalar kelmasligini oldini olish uchun ba'zi bahslar qilamiz, sekin-sekin kirishamiz. Qarang. Lekin ba'zi dalillarga asoslanib eshitadi deganlarning fikrlarini aytaman. Mashhur hadis, sahih hadisda o'lgan kishi, masalan, o'lgandan so'ng uni qabrga qo'yilgangunga qadar qarindosh urug'lari kelib qo'yib qaytib ketayotganlarida oyoq tovushlarini eshitadi degan hadisni eshitganasizlar. Bu sahih hadis. Xo'p. Qadamlarini, o'sha oyoq tovushlarini eshitadi. Shu dalil bo'la oladimi bizga? O'liklar bizni eshitadi deyishga shu dalilni olib kelishadi. Bundan tashqari Badr jangida 70 ta mushriklarni qatl qilgandan so'ng, u katta mushriklar ham bo'lganda, u juda semiz mushriklar, qiyin bo'lgani uchun ularni dafn qilish, bitta eski quduqqa, suv yo'q quduqqa bir nechta mushriklarni, katta Abu Jahllar, u kofirlarni, Umayyalarni o'sha yoqqa dafn qilganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir necha kundan so'ng u kishi turardilar, sunnatlari. O'sha jangda dafn qilgandan so'ng musulmonlarni ham, shahidlarni ham o'sha paytlar qabr kovlash qiyin bo'lgani uchun jangda bitta qabrda ikkita shahidni dafn qilganlar. Faqat so'raganlar, birdan fiqh bo'lib ketyapti bu. Qaysi bir Qur'ondan ko'proq bilsa, o'shani birinchi qo'yganlar. Keyin mushriklarda unaqa hurmat, izzat yo'q kofirlarda jang paytida. Ularni shunday quduqqa tashlaganlar. Endi shunday tashab qo'yish mumkin emas. Mushriklarni ham dafn qilish kerak. Jihodda kofir bo'lsa ham dafn qilish kerak ularni. Sasib ketadi, masalan, yomonliklari bor. Shu bir necha kundan so'ng turdilar u o'sha yoqqa qarab, quduqqa qarab bordilar. Umar radhiyallohu anhu birga boryaptilar. Bu sahih hadis. Shunda ey mushriklar deb bitta nom-nom aytdilar. Masalan, faloncha o'g'li faloncha, faloncha o'g'li faloncha. Ey mushriklar, men Alloh va'da bergan narsani topdim. Sizlar ham Alloh va'da berganini topdilaringizmi? Dedilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu, "Ya Rasululloh, o'liklar sizni eshitadimi?" dedilar. Shunda, "Ha, ular hozir sendan ham, mendan ham yaxshiroq eshitishyapti" dedilar. Bu sahih hadis. Mana bu dalil. Bu taraf eshitadi deganlarning dalillari. Va bundan tashqari bir nechta dalillari bor, lekin hammasi shu atrofda aylanadi. Xo'p, mana shu dalil, bu taraf ulamolar aytadiki, bu sizlarga dalil bo'lmaydi deydilar. Nima uchun? Chunki bu xos holatdagi voqea holat. Bu karomat. Alloh Rabbul Alaminning mo'jizasi bo'lib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shuni vahiy keltirib, u kishini kalimalarini eshittirdi, alam berishi uchun, alamli azob bo'lishi uchun mushriklarga eshittirildi. Va ular eshitdi o'sha yerda. Yo, bunaqa emas, eshitdi, bu umumiy olamiz degan bo'lsak, shu yerda Umar savol so'rayaptilar, "Ya Rasululloh, o'liklar bizni eshitadimi?" degan savol sahobalarning e'tiqodida o'liklar tiriklarni eshitmaydi degan e'tiqod bo'lganligi uchun so'rayapti Umar radhiyallohu anhu.
Demak, butun sahobalarning e'tiqodida o'liklar tiriklarni eshitmaydi. Yuqoridagi boynagi oyoq tovushlarini eshitadi, bu xos ana shu yergacha. Ular bilsinki, masalan, ketdi endi, qavm qarindosh ketdi, hech kim qolmadi, o'zi bilan o'sha amali qoldi degan xos, bu ham karomat. Shu joydagina eshitadi, u yog'ini eshitmaydi. Chunki hadisda ana shu yerda deganda qarindosh ketgandan keyin degan. Yana bir hadis, bizlar bundan oldin gapirgan edik, ruhlar, yangi bir jon o'lsa, ruhlar 50-ga yo 60-ga borib, o'sha eski ruhlarni ko'rganda, bu eski o'lib ketgan ruhlar yangi ruhdan so'raydi. Falonchi o'g'li falonchi qanday? Nima qilib yuribdi deb. Shunaqami? Nima uchun so'raydi? Chunki bilmagani uchun so'raydi. Yer yuzida nima bo'layotganini bilmagani uchun yangi ruhdan so'raydi. Demak, bu yana bahs juda uzun, agar ketsak bu hammasi oyat, hadis, dalillar bilan, lekin to'g'ri qavm, inshaalloh sahobalar, salaflarni e'tiqodi shu bo'lganki, o'liklar eshitmaydi. O'liklar eshitmaydi. Ana endi hozir qabr va qabriston va o'liklar bilan bo'lgan mavzu bo'lgani uchun vafot etayotgan kishiga Qur'on qiroat qilish yo Yosin, Taborak, Mulk, Rahman, Baqara, masalan sura hadislarda kelgan qiroat qilish hukmi nima degan savolga ixtiloflar bor. Hadis sanadida biroz zaiflik bor. Abu Dovudda kelgan, Ibn Mojjada, Ibn Hibbondan, Maqil ibn Yasar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Iqra'u Yasin ala mautakum" deganlar. Vafot etayotgan kishilaringizga Yosinni o'qinglar degan. Mana shu hadisdan matni aslida buni sahihligi haqida shubha bor. Muhaddis ulamolarda zaiflik bor degan. Bunaqa hadislar juda ko'p. Zaiflari ham, mavzulari ham bor, to'qimalari ham bor. Yosin, Taborak haqida. Lekin mana shu to'g'rirog'i, eng sahihrog'i desak, masalan ba'zi ahli ilmlar sahih deganlar, bu yerda Iqra'u Yasin ala mautakumdan maqsad vafot etayotgan kishilaringizga Yosin o'qinglar degan. Vafot etgan emas. Vafot etayotgan, ya'ni o'lim to'shagida yotgan deydilar ba'zi ulamolar. Jumhur aytadiki, o'lim to'shagida yotgan kishiga Qur'on o'qisa bemalol. Qur'onni xohlagan suralardan, Baqaradan masalan boshlab bemalol. Juda ham go'zal amal, chiroyli sunnat. O'qishga hech qanaqa monelik yo'q. Lekin nima uchun o'qiladi desa, chunki o'layotgan odam tavhid kalimalarini, Qur'onni masalan tavhid kalimalarini eshitib, oxirgi eshitayotgani, xuddi birinchi eshitgani tavhid kalimalari, aqiqa, masalan azon aytiladi, Qur'on o'qiladi bo'lgandek, oxirgi kalimalarini eshitish ham tavhid, Qur'on bo'lsa yaxshi, nur ustiga nur. Muammo emas bu yerda. Lekin xos Yasin haqida ozgina zaiflik bor. Mayli endi Yasin o'qiydigan masalan diyorlarimizda mayli desak, lekin o'layotgan kishiga bu. O'layotgan kishi ustiga. Ala mautakumdan maqsad o'layotgan kishiga. Nima uchun desa, yana aytilganki, chunki Yasin surasida juda ham ko'p tavhid haqida, jannat haqida bir tafsirda aytgan Habibun Najjor, endi ba'zi ulamolar aytgan Habibun Najjorning voqeasi, kelib payg'ambarlar masalan 3 ta payg'ambar keldi, qavmim itoat qilinglar deganda keyin ular qatl qilganda qala ya layta qawmi ya'lamun, qanaydi meni qavmim bilganida, bima ghafara li robbi va ja'alani minal mukramin, qanday qilib Alloh taolo mana shunday jannatlarda ikrom qilib shunchalik ne'matlar berganini bilganida degan oyatlari qalbga taskin beradi. Hozir o'lib ketsa, shu jannatga borish, masalan jannatiyligini bir ya'ni umid qilishini taskin beradi deganlar. Lekin bu hadisni, ya'ni yuqorida aytdim, ko'p jumhur ulamolar, muhaddis ulamolar xossatan zaif degan, xohlagan suralarni o'qishi mumkin.
Ana endi vafot etgan kishiga Qur'on qiroat qilish hukmi. Vafot etayotgan emas, vafot etdi endi. Mana shu yerda Qur'on o'qisa, uni ajri yetib boradimi, yetib bormaydimi? Nima deb o'ylaysizlar? Bormaydi. Nima bo'lsa? Agar duo maqsadida o'qib turgan bo'lsa, yetib boradi duo. Xo'p. Duoga xos oyatlardan. Qur'on tiriklarga tushirilgan kitob. Tiriklarga. Agar Duo maqsadida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam harfida ajr bor dedi. Qur'on o'qiladi, o'sha ajr olgandan keyin shu ajrni o'sha mayitga bag'ishlanadi desa. Xo'p, javob bu ixtilofli masala. Juda katta bir necha asrlar davomida qilingan ixtilof. Hozir bir tarafni dalillarni keltiramiz inshaalloh, keyin ikkinchi tarafni keltiramiz. Aslida bu chuqur aqida tahoviyada gapirganmiz. Subhanalloh, o'sha darsni qarasam, aqida tahoviyaga 10 yil bo'libdi. 10 yil oldin qilgan ekanmiz shu darsni, subhanalloh. Boyna bir qarab eski nimalarni qarasam, 10 yil oldin fevralda qilgan ekanmiz yana. Ana shu nima oylarda boshida. Bugun qancha? Boshida qilgan ekanmiz, subhanalloh. Vaqtni qarang. Xo'p. Birinchisi Ibn Abil Aziz rahimahulloh aqida tahoviyada sharh qilgan bir nechta varaqlar bahs qilgan u kishi. Bahsda kuchli dalillar olib kelgan ki mumkin qiroat qilib Qur'ondan ajr savob talab qilish mumkinligiga bir nechta qiyoslar olib kelganlar, dalillar olib kelganlar. Masalan, bir sadaqa qilmoqchisiz, masalan deylik. Qilingan sadaqani ajri o'sha mayyitga, otamga, onamga, bobomga desangiz, mumkinmi, mumkin emasmi? Sadaqa-i joriya, umuman sadaqalar ham mumkin-da masalan. Bunga dalil qilib Imom Buxoriyda, Muslimda kelgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bir onasi vafot etgan ayol keladi-yu, aytadiki, o'sha uning onamning nomidan sadaqa qilsam bo'ladimi dedi. Sahobiy ham kelgan, ayol ham kelgan, har xil hadislar kelgan. Ha deganlar. Javob bo'ladi. Mana Buxoriy, Muslimda nomidan sadaqa qilsa bo'ladi. Yana Sa'd ibn Ubayd, Sa'd ibn Ubada, ya'ni onalari o'tganlarida kishi shaharda bo'lmaganlar ekan. Qaytib kelganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam onalari nomidan sadaqa qilganda savobi yetadimi deb izn so'raganlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ha, yetadi dedilar. Guvoh bo'linglar, mening uyimga bog'langan bog'ni onam nomidan sadaqa qildim deb yubordi. Sadaqa joriya. Shu bog' mana sadaqa joriya ketdi. Demak, onam nomimdan qilyapman. Qurbonlik so'yib savobini bag'ishlash. Bunga ham Buxoriy va Muslimda kelgan sahih hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun o'sha Eid kunida bismillah, Alloh nomi bilan ushbu jonliq Muhammad, ya'ni men sallallohu alayhi vasallam va uning oila a'zolari nomidan deb qurbonlik qildilar. Bir rivoyatda ummatim nomidan deganlar. Qildilarmi? Masalan, maşalloh. Hajji badal, yana Buxoriyda kelgan hadisda bir ayolni onasi vafot etib ketadi-yu, haj qila olmagan bo'ladi. Shunda onam bo'ynida haj farzligi bo'lgan holda vafot etdi. Men uning nomidan haj qilsam bo'ladimi deb so'raganlarida, ha, onang nomidan haj qilaver dedilar. Hajji badal. Faqat sharti o'zi qilish sharti bilan avval. Boshqa rivoyatda avval o'zing qil degan bir erkakka, bu ham Buxoriyda kelgan hadis, keyin onangga qilasan degan. Xo'p, yuqoridagi dalillarni hujjat qilib, undan qiyos qilib olish mumkin deb Ibn al-Aziz, ya'ni Ibn Abil Aziz shunday aytadilar. Buning misoli bir kishiga tuhfa berish yoki qarzini to'lab qo'yish insonning o'z xohishiga asoslangandir. Xohlagan paytda xohlagan kishiga tuhfa berishi yoki qarzini to'lab qo'yishi mumkin. Nega endi Qur'on o'qib, uning savobini birodarimga yuborishim mumkin emas ekan? Nega? Deb bir nechta gaplar keltirgan. 5 varaq hujjatlari mashallah keltirgan, qiyoslari nima uchun? Nima qilibdi? Savobli amal bo'lsa, nima qilibdi? Men haqqim yo'qmi? Ajrni Alloh uchun, shu onam uchun bersam desam. Haqlari bormi? Mumkinmi? Bo'ladimi? Shunga asoslanib qilsak, qiyos
salaflar, sahobiylar bu amalni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va salaf solihlar qilmaganlari va targ'ib ham qilmaganlari sabab bu amalni qilmaslik va undan ko'ra sahih qavullar bilan kelgan solih amallarga intilish to'g'ri va fitnadan xoliroq deb raddiya berishgan bir taraf ulamolar. Qarang, chunki hozir bu kishini qiyoslari to'g'ri hammasi. Sahobalar fahmidan bizdan, ularning fahmi bizdan anchandon kattada, shunaqami? Ular uchun mumkin edi o'tirib olib, masalan, Qur'on tilovat qilib, Hamzaga bag'ishladim, Xadijaga bag'ishladim, Fotimaga bag'ishladim deyishlari mumkin edi. Lekin biron dona sahih hadis topolmaysizki, sahobalardan yo Rasulullohdan kelib qabr yo ustiga, o'lgan ustiga, masalan, o'lgandan keyin Qur'on qiroat qilib bag'ishladim deganlaridan biron dona sahih hadis topolmaysiz. Xo'p, bundan kelib chiqib aytiladiki, Qur'on tilovat qilish mumkinmi desa, mumkin. Lekin qilmaslik afzal. Nima uchun desa, chunki sahobalar qilmadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmadilar. Mumkin edi, u kishi uchun qiyin emas edi. Agar shu ibodat bo'lsa, dindan bo'lganlarida u kishi uchun qiyin emas. O'tirib olib, xuddi duo qilganlaridek Baqiy qabristonga bordilarmi? Duo qilardilarmi? Amakalari haqida duo qilardilarmi? Nima uchun shu yerda Qur'on o'qib qolmadilar, masalan? Nima uchun? Shuning uchunki yo'qligi uchun jumhurning fikri aslida bu Allohu a'lam, men o'zi jumhur deyapman, lekin salaf solih, ahli hadis, asariylarning fikri to'g'riroq salomatlikni qabul qilmaslik. Lekin qilgan odamga tanbeh bermaymiz. Qilgan odam harom, bid'at, harom demaymiz. Chunki u o'ziga yarasha ulamolarga ergashyapti. Dalillarga ergashyapti, qiyos olyapti. Nima uchun yo'q deyapti. Mayli, alhamdulillah, Alloh qabul qilsin deb qo'yamiz. Ana endi qabristonda Qur'on qiroat qilish hukmichi. Mumkin emasmi? Xo'p, qarang. Gap qiroatda ketyapti, duoda emas. Siz har bir savolga diqqat qiling. Qur'on qiroat qilish deyapman. Qiroat, duo emas. Duo hamma biladi. Duoni Robbana zolamna anfusana duo, mashallah. Qiroat gap ketyapti. Savolga diqqat qiling. Qabristonga borib Qur'on qiroat qilish hukmida kibor ulamolar, jumladan Abu Hanifa rahimahulloh qattiq turganlar, Imom Malik va Imom Ahmad bir fikrlarida qattiq turganlar, bir fikrlarida uncha emas. Shofiiydan tashqari 3 kibor ulamolar va jumhur salaflar, Buxoriy ham jumladan kirib ketadi, barcha ahli hadislar bid'at degan. Qur'on qabristonga borib qiroat qilish hujjat yo'q bunga deganlar. Bir narsani ibodat, ajr, savob deyish uchun hujjat bo'lishi kerak-da. Hozir bor, keltirganlar bor, bu taraf bid'at emas deganlari bor. Jumladan nima uchun bid'at deyaptilar ulamolar? Endi bular juda chuqur bahs aslida. Nima uchun? Chunki Qur'on o'qish namoz o'qishga o'xshagan ibodat. Yuqorida nima dedilar? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozni qabristonlarda o'qishdan qaytardim dedilarmi? Namozdan qiyos qilsak agar eng kamida Qur'on xuddi namozga o'xshagan ibodat. Qur'onni namozga o'xshab mumkin emas qabristonda dedilar. Va bunda ham bironta hadis yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam borib qabr ustida qiroat qilmaganlar. Bir nechta sahobalarni ko'mganlar. 5 ta, 6 ta farzandlarini o'z qo'llari bilan ko'mganlar. Birontasida hech bo'lmasa Qur'on qiroat qilishlari mumkin edi-yu. Agar bo'lganda Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali radhiyallohu alayhim ajma'inlardan biron dona sahih hadis kelmagan, bir dona ham. Va bir nechta salaflardan. Lekin Abu Hanifa rahimahullohning shogirdlari Muhammad ibn al-Hasan ash-Shayboniy shogirdlaridan ruxsat berganlar. Dalillari Ibn Umardan kelgan bir rivoyatni hujjat qilganlar. Mana dalil shu. Eng mashhur
va shunga suyanadigan dalillari shu. Abdulloh ibn Umar o'limlaridan keyin qabrlari ustiga Baqara surasini boshidan va oxirlaridan ba'zi oyatlarini o'qishliklarini qarindoshlariga nasihat qilganlar deb o'sha rivoyatni keltirgan hadisni muhaddis olimlar jumladan Shayx Alboniy rahimahulloh bu zaif degan. Bu hadis zaif degan. Bitta ikkita shunaqa zaif hadislar bor. Shunga suyanadigan dalil shu, ya'ni. Lekin jumhur aytadilarki, bu yo'q. Xossatan qabristonga. Va xossatan Abu Hanifa rahimahulloh. Hanafi, ya'ni Abu Hanifani o'zlari mumkin emas deganlar. Shogirdlari ruxsat bergan. Xo'p, endi bu fikrga yana bir hadis hujjat bo'ladi. Aslida bular hujjat qilib keltirishyapti. Qarangda. Mana shu hozir quyidagi hadisda Imom Muslimda kelgan sahih hadis. Mana bular ilinadigan yana bitta sahih hadis Imom Muslimda kelgan Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "La taj'alu buyutakum maqabir" dedilar. Uylaringizni qabristonga aylantirib qo'ymanglar. Inna shaytona yanfiru minal baytillazi tuqra'u fihi suratul Baqara dedilar. Albatta shayton Baqara surasi o'qilgan uydan qochadi dedilar. Qarang. La taj'alu buyutakum maqabir. Bularning hujjati shu. Uylaringizni qabristonga aylantirib qo'ymanglar. Dalil bo'lyaptimi? Albatta shayton Baqara surasi o'qilgan uydan qochadi. Bularga dalil bo'lyaptimi, yo'qmi? Ya'ni mumkin deganlarga. Hozir to'xtang qani, nega yo'q? Boshida aytgan qabristonda namoz o'qiydilar deb aytilgan. Ha, uylaringizni qabristonga aylantirib qo'ymanglar. Bu bularning ziddiga raddiy bu aslida. Bu dalil ziddiga. Buni qarangda, bu yerda mafhumul muxalafa degan qoida bor. Hadisda bir narsani hadisni salbiy ma'nosini o'rganasiz-da, ziddini o'rganasiz. Qarang. Bular mumkin deganlar dalil keltirib Imom Muslimda hadis bor deganlar, uylaringizni qabristonga aylantirib qo'ymanglar. Albatta shayton Baqara surasidan o'qilgan uydan qochadi deganlari bu qabristonlarda demak Qur'on o'qilishi mumkin emas degani bu. Qabristonda Qur'on o'qilmaydi degani. Qabristonga aylantirib qo'ymanglar deyishdan maqsad demak bunaqasiga olsangiz agar dalilni hujjatni bunaqasiga ziddiga olsangiz qabristonda o'qilmas ekan. Bu yerga dalil bo'la olmas ekan. Lekin ba'zi paytda yuqoridagi esingizda bo'lsangiz vasilani ham Imom Buxoriyda dalillari bor edi. Abbosdan. Esingizdami? Umar ibn Hattob Abbos amakilarini chaqirib, duo qiling. Ilgaritda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'rtaga qo'yib vasila qilardik yomg'ir qatchilik paytida. Endi amakilari Abbos sizni qo'yib duo qilishga nima qilamiz? Duo qiling degan hadis vasilaga hujjat bo'layotgan edi ularga. Quburiylarga. Hujjat bo'ladimi shu? Ziddi lekin qarang. Agar e'tiqod Umarning e'tiqodida qabrdan madad so'rash mumkin bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan to'g'ridan-to'g'ri so'rardimi? O'tib ketdilar deyaptilar yana. Yana bu quburiylarga qattiq shu bir qon shu uradigan narsada bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tib ketdilar deyapsanmi? Deydi. Bizlar deganimiz yo'q. Umar aytayaptilar. Tiriklik chog'ida o'rtaga qo'yib duo qilardik. U zot sallallohu alayhi vasallam o'tib ketdilar. Endi amakilarini o'rtaga qo'yib duo qiling vasila. Shu hujjat bo'lar ekan. Ajoyib, qarangda, hujjatlarini qarang, dalillarni qarang. Hamma zaiflarni to'plab olib bitta sahih keltirish kerak-ku, hech bo'lmasa. Sahih keltirsa ham qovun tushiradi-da. Sahih keltirganda bir logikaga to'g'ri keladigan, bir ta'ammul qiladigan bir dalil keltirsaki, bizlar mashaalloh qoyil qildi lekin desak, o'zlariga raddiya qilib hujjat keltiradi. Kulgu bo'lib.
Endi mayli bizlar uni ustidan kulish maqsadida aytmayapmiz. Vallohi bizlarning maqsadimiz bunaqa bir kamsitish, na bizlar dalil bilan yo'q tashlaymiz, falon shunaqa maqsad yo'q. Lekin fahm, farosat shu darajadaki o'ziga zid narsani olib kelib dalil deb turishi ajoyibda. Masalan, qiziq narsa-da bu. Xo'p. Endi savol. Qorilar yollab mayit uchun xatmi Qur'on qilsa mumkinmi, mumkin emasmi? Yollab. Yollanma degan gapni o'zbeklar yaxshi biladi-yu. Fulus, ya'ni dollarga, $300, $500 yaxshi mashhur qorilarni chaqirib, o'tirg'izib, dasturxon qilib, bitta xatmi Qur'onni qildirib, mahkam duo qilib, shu mashaalloh qilsa o'tmaydimi? Mishari Rashid olib kelsachi. Nega shu? Nega bo'lmaydi? Nima uchun? Yuqoridagi dalillar bor-u, Ibn Abil Iz olib keldilar-u, masalan, qilsa bo'lib qiyos qildilar-u, masalan, solih amallarni qilib otamga, onamga desa nima yomonligi bor? Mumkinmi, men ruxsat, men hurmiman dedilar-u. O'sha kishini o'zi aytganlarki, xolislik birinchisi, ixlos bilan hech qanaqa dunyo, pul, qori ya'ni o'rtaga qo'shmaslik sharti bilan o'zi qilib ota-onasiga bag'ishlasa, umid qilsa bo'ladi. Pulga emas. Bu narsa allaqachon din emas u. Xolislik ketdi. Hozir qoriga borib $300 emas, 150 beraman deng, savdo qiling de, yo'q, bo'lmaydi deydi. Hozir qimmat bo'lgan, dollar qimmat bo'lib ketgan. Hay, siz uchun 200 qilaman deydi. Shu bor pulim shu 150. Bu savdo bo'lyapti, tushunasizmi? Mayli endi $10 bo'lsa ham deylik. $10 Alloh uchun $10 bersangiz bo'ldi desa. Bo'ladimi? Ixlos qani? Ixlos pulga bo'lyapti. Dogovor qilmasdan bersangiz. Yo, shu olib keldingiz, u umuman dogovor qilmadingiz, lekin shu urfda biladiki, shu qori $100 bilan yuradi. Stavkasi shunaqa. Shu $100 bermay ko'ring-da shu qoriga. Duomni ham qaytib olaman deymi? Mana shu nayrang uyog'i allaqachon biznes bo'lib, nayrang, soxta, hammasi bir ko'zbo'yamachilik, pul olish, boynagi sufkufchilar ham pul olib, pulga sotib, bakalashkalarni terib olib, bundan oldin qiroat qilganman, 1 oylik, 2 oylik expiration date. Bu biznes, tamom. Bundan oldingi qavmlar shunday bo'lib rasvoslashib ketdi. Yahud nasroniylar jannatni sertifikatini sotishdi. Xabarlaringiz boradi darsda aytgan edik. Jannat sertifikatini sotishdi nasroniylar, ruhoniylari Rim imperiyasida. U savdo mashali bo'lib ketdi. Keyin yahudiylar keldi-yu, boylari hammasi sotib oldi. Endi sizlarga jannat yo'q, hammalaring jahannamiy dedi. Qarang, kulguli narsalarga olib ketadi bu. Oxiri shunaqa narsalar. Bu din bunaqa maynamozchilik, pul berib nima qadir qilib bunaqa emas din. Din ixlos, shart shu. Ibodat qabul bo'lishning nechta sharti bor edi? 2 ta sharti mashallah. Birinchisi ixlos, xolis Alloh uchun, pul uchun emas. Qancha berasiz? Qanaqa maraka? Kattami kichkina? U ketdi u ixlos. U dollar tamom u. Ixlos yo'q. Ikkinchi shart sunnatga muvofiq bo'lish kerak. Mashaalloh. Bu yerda bittasi bor-u, lekin ikkinchisi bir liqonak bo'lib turibdi-da. Qiyosdan olib kelib u yoq bu yoq qilishimiz mumkin, mayli inshaalloh. Lekin ikkinchisi ham asl tagiga borsangiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilardilarmi shu narsani? Yo'q. Tamom. Bo'ldi. Din shunaqa sodda. Al-yawm akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan. Alloh aytayaptiki, bugun diningizni mukammal qildim va o'sha ne'mat bilan rozi bo'ldim, islom dini bilan sizlardan rozi bo'ldim, deyapti. Ne'matimni tamom qildim, islom dini bilan rozi. O'sha din, o'sha payt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelgan oxirgi oyat kelgan paytda
qiroat qilib bag'ishlash bor edimi yo'qmi? Tamom. Ilon choqqanni u ruqya. U ruqya. U biz o'lgan haqida gapiryapmiz-da. Endi hozir qiyoslarni keltirdik-ku, kulguli masalan. O'ziga qarshi qiyoslar. Qaysi qiyosni olib kelsin? Masalan, hozirgacha mana necha asr bo'lib ketdi. Qabrdan, nimadan, mayli endi qaysidir ma'noda ulamolar adashadi, masalan, yaxshi niyat bilan ijtihod qilgan. Mayli, ulamo nima bo'lgan taqdirda ham hurmat qilamiz, lekin to'g'riroq mana aql bilan ham, naql bilan ham qarasangiz, sodda oddiy din shunday yengil din. Ergash degan. Va ma atakumur rasul fakhudhu va ma nahakum anhu fantahu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir narsani berdilarmi? Ol deyapti Alloh taolo. Qaytardilarmi? Qayt. Tamom. Qilmagan narsani qilib olib, nima bo'pti? Nima bo'pti? Hay, din bunaqa emas, birodar. Nima bo'ptidan iborat emas. Subhanalloh. Mana shu yergacha savollaringiz bo'lsa, olishimiz mumkin. Navbatdagi mavzu biroz chuqurroq mavzu yana. Agar savol kelgan bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. Assalomu alaykum. Bundan bir savol kelibdi. Ustoz savolim, agar ota-onamiz tirik bo'lsalar, Qur'on o'qiy olmasalar, shunda biz Qur'onni o'qib, ajr savobini ota-onamiz haqlariga so'rash mumkinmi? Ota-onalarimiz tirik bo'lsa-yu, Qur'on o'qolmasalar, shunda biz Qur'on qiroat qilib, savobini ota-onamizga bag'ishlashimiz mumkinmi? Mumkin. Alloh a'lam mumkin, chunki tirik u. Boynagi nimaday? Sadaqa qilib bag'ishladi. Boynagi qiyosdan mumkin inshaalloh. Lekin buni qilganmilar, shunaqa bo'lganmi desa, men bilmadim. Bunaqa hadisni men eshitmadim, dalilni bilmayman. Tirik kishiga masalan, boynagi o'lik haqida edi hammasi. Yuqoridagi qiyoslar hammasi o'lik haqida edi. Tirik kishiga Allohu a'lam, lekin maqosidu shariya, ya'ni shariatning maqsadlariga qarasangiz, bir savob qilib bag'ishlasa yomon emas inshaalloh. Allohu a'lam, men bilmadim, bunga biron monelik ko'rmayapman. Ko'pincha masjidlarda nima qildi? O'qigan Qur'on tilovatimizni savobini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'qituvchilariga, ulug' zotlarga bag'ishladik deb aytishadi. Har safar yani. O'liklarga-da savol hozir tiriklar haqida keldi-da. Tirik ota-onam bor, o'qolmaydi. Men o'qisam, ularga masalan bag'ishlasam, ota-onamga ajr ber desam, hozir biron kishi yo'q deyishga bir asos kerak-da. Endi istig'for so'rasa yaxshi, albatta. Hozir savol Qur'on haqida keldi-da. Istig'for so'rasa, duo qilsa, hidoyat so'rasa, ilm so'rasa, albatta buni hammasi yaxshi. Lekin xos Qur'on qiroat qilib ota-onamga bag'ishlasam shu savobini desa, Allohu a'lam, monelik bilmayman. Qaysida? O'lganlargami? Chunki unga dalil kelmagan. Birinchidan dalil hammasi o'lganlar qiyos qildilar-ku. Qiyos bo'yiga haj, badal, sadaqa nimalarga bor qiyos. Qur'on nima uchun desa, Qur'on qilmagan. Qiyos qilsa kishi desa, ixtilof, ya'ni buni qattiq ketmaymiz. Bizlar e'tiqod qiladiganimiz inshaalloh o'lganlarga yo'q, tiriklarga qilsa monelik ko'rmayapman, vallohu a'lam. Xo'p. Bu mavzuda yana savollar bormi? Savollar bo'lmasa davom ettiramizmi? Charchamadlaringizmi? Charchadilaringizmi? Kimni? O'tib ketgan odamning ustoziga xo'p, xossatan Qur'onnimi? Boynagidan shu hammasi kirib ketadi, ustozi, o'sha nima kirib ketadi. Lekin qilmaslik bo'lmagani uchun qilmaymiz. Mabodo qiladigan bo'lsa odam qabrda emas, lekin qabr ustiga borib emas. Shu yer uyda masalan. Uyda masalan qilsa bo'ladi. Keyin bitta savol, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bag'ishladim, ruhi poklariga bag'ishladim deb baxshida qilish Qur'onni mumkinmi? Yo, bormi dalil?
Nima uchun qilishadi? Savob uchun. Savob uchun? Ha. Allohu alam savob u kishiga yetib borsin degandek qilishsa kerak, lekin to'g'riroq eng yaxshisi Alloh taolo aytgan edi, innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Albatta Alloh va farishtalar payg'ambarga salovat aytadilar. Ey mu'minlar, sizlar ham payg'ambarga salovat aytinglar degan oyat hujjat. Salovat aytish duo, ibodat bu. Alloh aytgani uchun, farishtalar aytgani uchun ibodat bu. Sallallohu alayhi va sallam deb qo'yamiz. Xo'p, hajga borgan, umraga borganlar mani nomimdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat aytib qo'ying. Salom aytib qo'ying. Deyishi, salomimni yetkazing deyishi. To'g'rimi? Va u spis qilib oladi. Hoji Akbar akadan, Ahmad akadan, xolamdan, ammamdan, tog'amdan kelib qabr yoniga Rasululloh assalomu alaykum xolamdan, assalomu alaykum amakimdan, tog'amdan, qo'shnimdan. Bu qog'ozchalarni qo'yib rasmga olib tasdiqlab hujjat yuboradi. U ham mashalloh. $50 zal qiling deb keyin. Labay. Hozir savol, mumkin emasmi? Mumkin emas. Nima uchun? Rahmat. Qayerdaki bo'lsa, sallallohu alayhi vasallam dedingizmi? Alloh taolo u kishini ruhlariga jon kirgizib o'zlari aytgan va alik berdiradi. Ya'ni alik olaman dedilar va 10 ta ajr, 10 ta salovat Alloh beradi dedilar. Shunaqami? Xo'p, nima uchun qabrga borganda salom beramiz bo'lmasa? Men eshitganim Abu Hanifa rahimahulloh ham qaytargan ekan. Shirk eshik ochmasligini salom berishdan qaytargan ekan. Shu darajada. Bu men eshitmaganman bu rivoyatlarni, Allohu alam. Mumkin endi boynaga qarab buni duo qilishdan qaytargan bo'lishlari mumkin. Lekin salovat aytish, qabrlarga kelib salovat aytish, xos shu yoqqa borib keyin salom aytish kerak. Masalan, Ravdaga kira olmadi. Bo'lmadi. O'sha hozir nusuk ishlamadi, olmadi, uxlab qoldi, ketib ketdi, haydab yubordi, hajji dedi, bor dedi, sen kirgan eding dedi. Nima qilamiz? Tamom, shuncha yerga kelib salom aytmaymanmi endi men? Ha? Nima qilamiz shu yerda? Hojilar? Shu qabrni yaqin bo'ldingizmi, ko'rdingizmi, shu yerdan bera bering. Assalomu alaykum ya Rasululloh bo'ldi. Xos borib ko'rish shart degani emas. Borib o'tayotganda salom berib o'tish kerak, mayli, salovat, masalan. Lekin kira olmadingizmi, yig'lab o'tirmang, yurmang. Bu qalb nuri bilan bormayman qaytib. Shuncha yo'lga bordim, bitta salom bera olmadim bular bilan. Qaytib bormayman deb. Yo'q, bemalol salom beravering, unaqa narsa shart emas, ya'ni xos bo'lish shart emas. Assalomu alaykum ya Rasululloh, tamom. Xo'p, labay, birodar. Masalan, shu kimdir o'sha birodarlarimiz, bironta yaqin odamlarimiz umra ziyoratiga borganda haqqimizga duo qo'ying desa, shunaqa narsalar bo'ladi. Albatta, haqqimizga duo qilib qo'ying desa bo'ladi. Musofir haq, masalan, musofirning duosi qabul, mazlumning duosi qabul, umra hajga borayotgan odamning duosi qabul deb gumon qilamiz. Duo qiling boshqa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga borib, meni salomimni yetkazing deyish boshqa. Bu bid'at. Bunaqa salaflarda bo'lmagan. Masalan, Buxoriy borayotganda hamma Buxoriy ahli meni nomimdan yozib olib bunaqa narsa kim qilmagan bu narsani. Illo billah shu bizning xalq Buxoriylar avlodi lekin qilyapti. Qarang, bunaqa narsa bo'lmagan. Salomni yetkazing. Alloh aytayapti, farishtalar aytinglar deb turibdi Alloh taolo. Salovat aytinglar. Shunaqa, labay. Tasavvur, dindan xabarimiz bo'lmagan vaqtda qabr ustiga sog'ona, ya'ni tosh qo'yishgan rasmlar bilan. Endi hozir islomda bu mumkin emasligini bilamiz. O'sha sog'onani olib tashlash kerakmi? Xo'p. Dinda bo'lmagan paytimizda o'tganlarni
ustiga sog'onalar, toshlar, rasmlar qo'yilgan. Endi hozir bildik, shu narsani nima qilaylik degan savolda endi. Yuqoridagi hadisga asoslanib Imom Muslimga kelgan hadisda boyna ko'rgan qabringni yer bilan bir qil dedilar. Esizdami? Ali radhiyallohu anhu. Chunki o'sha hukumat tepasida bo'lgan paytlari edi. Hozir hammani qila olmaymiz, lekin o'zimizni bobo kalonimizni masalan, bobomizni, onamizni qila olamizmi? O'zimizni qo'limizdami? Qiling. Boring, sindiring, olib tashlang. Masalan, o'sha rasmni qo'ygan, nomahramlar ko'radi, ayol ochiq sochiq qo'ygan, hamma ko'radi u rasmlarni. Harom ustiga harom, gunoh ustiga gunoh. U masalan azob chekishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar solih farzand bo'lsa, yad'ulah bo'ldi 3 ta hadis esizdami? 3 ta toifa kishini 3 ta narsa qabrga boraveradi dedilar. Oxirgisi shu farzandiki solih va duo qiladi. Shuni agar aksini qilsangiz, aksida bo'lsa, mumkin unga zarar yetkazishingiz mumkin-da. Shuning uchun o'shani olib tashlashlikka targ'ib bor. Buni qo'ldan kelgancha tezroq qilishga va o'sha sog'onani sindirib, chiroyli qilib, mana shu chiroyli degan endi shu yer bilan bunday sunnatga muvofiq qilib bitta narsa tiqib qo'yib, faloncha o'g'li faloncha deb yozib qo'ysa bo'ldi. Mana shuni qilsa targ'ib bor. Faqat buni agar yosh bola bo'lsa, o'zidan o'zi qilib olib, masalan 18-16 ga kirgan hadisda eshitdim deb, masalan chapparosta qilib hammani bunaqa qilinmaydi. Ota-onasi bilan ruxsat olgan holatda, o'sha qabristonni qoida-qonunlarga rioya qilgan holatda qiladi inshaalloh. Bir mina-pina qo'yib qilmasin. Labay, siz agar oilasi agar ruxsat bermasa, masalan, onasi bo'lsa, agar bo'lsa, siz olib tashlamoqchiman desa, amakisiga yo'q, problema qilsa agar nima qilish? Endi ikkita xavf birga kelsa, axofu dararayn bittasini yengilini olasiz. Mabodo oilangiz tomonidan sizga tazyiq bo'lsa, yo'q, qilmaysan. Sen yosh tirrancha qaysidir darslarni eshitib olib, qabrlarni sindiradigan bo'ldingmi hali? Faloni chunoni deydigan odamlar shu darajada bo'lsa-yu, sizga tazyiq yomonlik olib kelsa, ikkita zararni qo'yasiz. Shu qaysi zarar kattaroq bo'lsa, o'shani tashlaysiz, yengilini olasiz. Masalan, sizga qaraysiz o'sha zarar. Agar tushuntirib, ilm bilan, fahm, farosat bilan, hikmat bilan tushuntirib, ular tushunib bir ovozda qilinsa, yaxshi. Jang to'parang bo'lib ketib, masalan, silay rahim buzilib ketadigan darajada bo'lsa, qilmay turasiz, sabr qilasiz. Vaqtlar o'tib inshaalloh isloh bo'ladi. Ya bu hikmatdan bo'lmaydi, baribir biladi. Shu ana shu deydi shu. Ana shu qilgan deydi. Hikmat bilan qilish kerak. Oilari rizoligini olib, masalan, chiroyli bo'lib. Allohu a'lam. Xo'p, bu mavzuda savollar yo'qmi? Singillardan savollar bo'lsa berishlari mumkin. Xo'p, qabristonni atrofida o'sib ketgan o'simliklarni tozalab qo'ygin deyish, tozalab qo'yishda zarari yo'q. Biroz shunchaki masalan qabrligi ko'rinib tursin, alaflar tagida qolinib, masalan odamlar bosib ketmasin uchun, nima do'ngicha bor, unda qabrligi ko'rinib tursin uchun tozalab tursa bo'ladi. Lekin bor, bitta hadis kelgan. Men hozir shu hadisni sizlarga ta'ammul qilmoqchiman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tib ketayotganlarida bir qabrni ko'rdilar. Ikkita qabr bo'lardi. Keldilar u aytdilarki, bu qabr azoblanyapti dedilar. Gunoh kabira dedilar u, keyin gunoh kabira emas ekan dedilar u. Gunoh kabira emas, keyin gunoh kabira dedilar. Qasdi nimasi? Keyin shu bittasi bavldan himoya qilmasdi o'zini, azob chekyapti. Ikkinchisi namima, chaqimchi. Dedilar u, shu yerda shoxni bunday ikkita bo'lib tiqib qo'ydilar. Allohdan umid qilaman, shular qurib qolgunga qadar buni azobiga bir shafoat bo'lib yengillik berib turishini Allohdan umid qilaman dedilar. Xo'p, shundan kelib chiqib
qabrlarga ustiga yo yoniga daraxtlar eksa, o'shalar shafoat qilishiga sabab bo'ladimi, bo'lmaydimi? Payg'ambarimizga berilgan karomat deb qo'yamiz. Payg'ambarimizga xos berilgan karomat belgi qilishlik. Qolganlarga mumkin emas. Dalil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilyaptilar. Sahoba, tobiin, sahoba. Rahmat. Birinchidan qarang, birinchidan u xos o'sha qabrga edi u. Birinchidan. Ikkinchidan g'ayb ilmini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetkazildi. Shu qabr azob chekyapti deyaptilar. Shunaqami? U g'ayb. Alloh faqat bilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bildirdi. Uchinchidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shafoatlari qo'llaridan nima kelyapti hozir? Nima kelyapti? Shu narsami vahiy bilan qilyaptilarmi? Shuni tiqib, shu qurugunga qadar hech bo'lmasa, vaqtincha bo'lsa ham azobdan bir muddat yengillashiga Allohdan umid qilaman dedilar. Demak, bu xos faqat o'sha joydagina qilingan bir martagina amal. Agar bo'lganida edi, sahobalar Baqiy qabristonini daraxtzor qilib, xurmozor qilib, bog'zor qilib tashardilar. Hozir Baqiyga borganlar ko'ryapsizlar, biron dona unaqa daraxtlarni ko'rmaysizlar qabr tepasida. Illo agar chetroqda bo'lmasa. Bu e'tiqod, mana shu e'tiqod ham kelgan, mana shu dalilni olib, mana shoxchini qiydilar u Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, ko'k o'lanlar qilamiz, daraxt ekamiz deb noto'g'ri e'tiqodga borishgan odamlar. Mumkin emas. Illo agar daraxtzor qilmoqchi bo'lsangiz, mana qabriston katta deylik. Bir joylarda daraxt aytmoqchisiz. U maqsadda emas, unaqa aqida emas. Qabrga yordam beradi, azobni yengillatadi. Hozir siz masalan shu narsani qilayotganingiz bu darak beradiki, siz bilmaysiz, g'ayb. Ha, meni o'sha jiyanim, amakvachcham qabrda azoblanyapti, bechara. Deyotganda. Bo'ynaga agar qiyos qilayotgan bo'lsangiz, siz bilmaysiz uni. U g'ayb, u nima bo'layotganini bilmaysiz. Mumkin jannat bog'laridan yuribdi u, mumkin jahannam bir darichalaridan, bilmaysiz. Bu e'tiqodda bo'lmaslik kerak. Buni qilib yordam bersin desangiz ham mumkin emas. Sizga emas u, bizga emas. Lekin daraxt ekishni zarari yo'q. Masalan, qabristonda odamlar kelganda bir daraxt tagida o'tirib olib soyaga, masalan, biron narsa yeysa, zarari yo'q u narsani. Gul olib borib qo'ysa-chi? Rozalarni, qizilmi, sariqmi, oqmi, qanaqasini oladi? Gvazdikalarni olib, 9-mayga borib, chiroyli gullarni qo'yib, tiqib nimasiga. Rasmni olib Instagramga onajonimga deb shalq post qilib. Da. Gul. Kalonga qo'ysa-chi? Pulchi demaslar. Ha, eshitib ko'rdim men. TikTokda kimdir tashladi menga videosini. Men bunga nima deysiz dedi. Mashallah dedim. Advance. Bu amerikaliklar ham hali aqliga yetmagan bu narsalarni. O'zbekistonda allaqachon solar nimalarni qo'yib, speaker qo'ygan, Qur'on o'qiyapti 24:7. Qoyil lekin. Qabristonda da. Maşallah. Maşallah. O'zi shunaqa islom ketgandan so'ng o'liklarni qabristoni yaxshi bo'ladi-yu, tiriklar shunaqa mazlum bo'lib yashaydi. Islom amal qilmagan joyda zulmni lug'aviy ma'nosi nima edi? Rahmat. Asl o'sha joydan qo'ymas. O'liklarga mashaalloh o'lib ketdi, tamom u, nima qo'ysangiz ham tamom u, barzah hayotidir. Tiriklarga yo'q-da, o'liklarning hayoti. O'lsam yaxshiroq edi deydigan ahvol. Qoyil. Labay. O'lgan mayitning nomidan biron bir mevali daraxt ekib sadaqa joriya qo'yish. Mashallah, bu zo'r. Sadaqa joriya bu. O'lgan mayitning nomidan bir sadaqa joriya qilib daraxt ekish, zaytun, mana bizlar har zamon qilib turamiz, daraxtlar ekish sadaqa joriya. Quduq, asfalt, masalan, yo'l, masjid, kitobxona, masjidda biron joy bitta g'isht qo'yib o'lgan o'sha kishiga desangiz ham sadaqa joriya. Bu yaxshilik, bu ibodat, bu Allohu a'lam.
nima bo'lyapti? Bir kishi musulmon odam Xo'p. Rossiyaga bo'lgan. Ko'rslar qabriga ko'mib ketilgan. Aha. O'g'li borida shuni olib O'zbekistonga ko'chirib musulmonlar qabristoniga Qabrlarni ko'chirish mumkinmi, mumkin emasmi? Musulmonlar agar mabodo xato har xil yo'llar bilan dafn qilinsa, ya'ni g'ayri musulmonlar, kofirlarni qabristoniga o'shani olib ko'chirish mumkinmi? Mumkin. Faqat uni xos spetsialistlari bo'ladi, xos ular bilishadi qanday qilishni. O'shalarga ruxsat, o'shalar olib qilsa bo'ladi. Dalil Hamza radhiyallohu anhu va bir nechta sahobiylarni o'sha Uhud jangida shahid bo'lganlarni jasadlarini suv bir kun olib shunday ko'tardi Madinada. Tirikdek jasadlari chiqdi. Shularni olib boshqa joyga dafn qildilar. Dalil mumkin. Va hatto ba'zi joylarda hozir savol keldi yana nimadan? U kuni kimdir shu savolni berdi, haqiqatan shunaqa savol keldi. Yo'l ustilarida qabristonlar bo'lgan ekan, kimdir o'lib ketgan, shahid bo'lgan, falon bo'lgan, chinon bo'lgan. Siz ana shunaqa haqiqatan ketayotgan ekan bu gaplar, tozalanayotgan ekan, O'zbekistonda tozalanayotgan ekan shu narsa. Sekin-sekin. Bizni mahallada shunaqa joy bor edi, yo'l tor edi. Bitan imomdan so'raganman, yerda bir ikkita katta odamlar qo'ymayapti ko'chirishga deb aytdi. Bu juda ko'p vaqt shu narsalarga ana shu odam Xullas, men eshitganim oxiri shu olinayotgan ekanda, shu narsalarda birinchidan ruxsat bu degani, ruxsat. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, yo'l ustida bo'ldimi, zarar ketyaptimi, olishga ruxsat. Chunki yer Allohning yeri, insonlarga, tiriklarga hamda asli tiriklarga u. O'liklarni shu joyiga borib chetroqqa ko'mish kerak. Va endi bu ko'mish qabristonni ichidagi fiqhlar bor, masalan, qabrga borib 3 kun, keyin 7 kun nimadir bo'lib shamlarni gapirdik mumkin emas, sonlar mumkin emas, qiroatlar borib suv sepadi ba'zilar, suv sepadi. Namlik bo'lsin, salqin bo'lsin debmi? Shobiyorning savolida ikkinchi qismi bor. O'zbekistonga ko'chirish. O'zbekistonga, Rossiyada o'lganda O'zbekistonga ikkinchi qismi. Ha, ya'ni ko'chirishmi? Mumkin agar sharoit bo'lsa. Sharoit bo'lsa, masalan, sharoit bor, ko'chirishga ruxsat, qog'oz qalam qilgan, o'sha qabristonni olib kofirlar ishi deyapsizmi? Kofirlarni qabristoni. Musulmonlarni qabriga olib qo'ysa bo'lmaydi. O'sha vaqtiga bo'lgan bu. Misol uchun o'sha yonida musulmonlar qabri. Yo'q, endi savolni men O'zbekistonga deganingizga aytayapmanki, aslida shunday kofirlardan olib musulmonlarga qo'ysin, yengil, tamom, alhamdulillah. Lekin savol Rossiyadan olib O'zbekistonga ko'chirish mumkinmi deganingizga mumkin deyapman. Mumkin, targ'ib emas, mumkin. Bu xos o'sha spetsialistlar qilsin lekin buni deyapman. O'zingiz borib bo'lsa kech ko'ring. Eng zo'ri, eng afzali shunday olib musulmonlar qabristoniga ko'chirib qo'yish. Mabod bo'lmasa-chi? Endi tamom. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo bo'yingizda ko'tara olmaydigan narsa bilan sizdan so'ramaydi. Ayol kishi bo'layotgan paytda eri uylanmasin deb vasiyat qildi. Ayol kishi o'layotgan paytida vasiyat qilyapti. Erim o'ylanmasin deb vasiyat qilsa, shu vasiyatni bechora sho'ri qurg'ur ijro qilish kerakmi desa, nima deb o'ylaysizlar? Bu vasiyat botil vasiyat lekin. Yomon vasiyat ekan lekin. Yomon botil vasiyat ekan. Eriga nisbatan zulm qilib ketayotgandek bo'lyapti-da bu. Shuning uchun bu vasiyatga amal qilinmaydi. Qanchalik yomon ta'sir qilsa ham xohlasa qiladi. Xohlasa, masalan, sodiq bo'lib, yo shu bitta ayol bilan o'tib ketaman deb o'tib ketsa, hay, mashallah deymiz, sabr qilsa.
Endi shunchalik yaxshi ko'rganidan labay. Qabristonning ustida xastaliklar, musullar bo'ladi. Uning ustiga chiqib yurib tozalash mumkinmi? Ha, yaxshi, mashallah savol. Qabristonning ustidagi xashaklar, musur, ya'ni o'sha kirlarni ustiga chiqib tozalash mumkinmi desa, agar iloji boricha, masalan, iloji boricha chiqmaslikka harakat qilinadi. Lekin iloji yo'q. Masalan, katta qabriston ana shunaqa bo'lib ketgan desa, maqsadimiz nima u? Chiqishdan maqsad nima, niyat? Tozalash. Bo'lmasa mumkin, alhamdulillah. Niyat uni tepkilab chiqish dedi, bo'yniga past sanash, xor qilish emas. Tozalash uchun majbur bo'lgani uchun kiriladi. Lekin boricha sharoit boricha kirmaslikka, bosmaslikka harakat qilish kerak. Vallohu a'lam. Xo'p, savollaringiz bo'lmasa, navbatdagi mavzu menimcha kelasi safar qilamiz. Endi juda bu chuqurroq mavzu. Mana shu yergacha to'xtaymiz. Subhanakallahumma va bihamdika va nashhadu an la ilaha illa ant va nastaghfiruka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aslida tavhid va kufr o'rtasidagi tarixiy urush 7dan 7gacha deganimni mazmuni mana shu uchun yaratilgan ilm. Illalloh ma lana rabbun siwa